Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalık xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Qarqash noyasida yuz bergan 7 nafar Xitoy ishchini pichoqlab o'ldirish voqeasining tafsiloti oshkorlandi. Yerlik doiralarning oshkorlashicha, Xotanning Xaneri qiyisidan bo'lgan 7 nafar fidoyi 6-oyning 22-kuni saharda Qarqash daryosi to'sma qurilishida ishlayotgan Xitoy ko'chmanlariga hujum qilib 5 nafarni naq maydonda o'ldirgan va 4 nafarni yaralandirgan. Yaralanlardan 2 nafari doktorxonada o'lgan. Uyg'ur Abdunum rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati yaqinda 11 nafar Uyg'ur yosh ustidan tutish buyrug'i chiqarib, ulardan Yusuf Ahmad Qodir, Mamtili Tursun Yazning Qarqash daryo to'sma voqeasiga chetishlik ekanligini bayon qilgan edi. Turpan doiralari 7-iyul uqtirish chiqarib 3 xil qonunsiz qilmish haqida yip uchi berganga mukofot berilganligini e'lon qilgan. Doiralar ayol tuzliq kiyimlarni tikish va setish, g'azot temisidagi materiallarni taqitish, ruxsatsiz o'rinlarda namoz o'qish, diniy tus qo'yiq kiyimlarni tikish va setishni davlat bexatarligiga og'ir tahdid 3 xil qonunsiz qilmish deb ko'rsatgan. Bu xil qilmishlar bilan shug'ullanuvchilarni pash qilganlarga 500 so'mdan 10 ming so'mga qadar mukofot berilganligini bildirgan. Dünya Uyghur Qurultayı bayonotchisi Dilshod Rashid buning o'zila Sharqi Turkistonda yuz berayotgan voqealarning milliy, siyosiy, diniy masala ekanligini ko'rsatdi dedi. Prezident Obamaning Ramazonlik tabrik so'zi Uyg'urchaga tarjim qilinib, Amerikaning Beyjingda turishlik elchixonasining tor betida e'lon qilindi. Obama tabrik so'zida Ramazon oyi shundaqla bizga shuni ko'rsatdiki, erkinlik, g'urur va fursat butun insoniyatning hech kim tortib ololmaydigan huquqi. Tabrik so'zining Uyg'ur elida Ramazon faoliyatlari qattiq cheklanayotgan mezgilda Uyg'urchaga tarjim qilinib e'lon qilinishi Uyg'ur jamiyatida zo'r inkas qo'zg'adi. Ba'zi inkaslarda bu Uyg'ur xalqiga berilayotgan bir rag'bat deb ko'rsatilsa, yana ba'zi inkaslarda Uyg'ur xalqining har xil haq-huquqini cheklayotgan Xitoy doiralariga berilgan kuchli signal deb ko'rsatilgan. Uyg'ur rahbari Rabiya Qodir xonim Sharqi Turkistonda yuz bergan qarshilik va qon to'kilishlarda Uyg'ur eldagi Xitoy korxona shirkatlarining og'ir mas'uliyati borligini bildirdi. Uning ilgari surishicha, Uyg'ur eliga kirgan Xitoy davlat korxonalari amaliyotda harbiy korxonalar bo'lib, ular chiqib ketmay turib Uyg'ur elida muqimlik bo'lmaydi. Rabiya Qodir xonim bu so'zlarni Xitoy davlat ishlar kabinetining 10-iyul Urumchida ochilgan maxsus yig'in haqida to'xtalganda qildi. Xitoy davlat kabinetining yig'inida Uyg'ur eldagi Xitoy korxona va shirkat mas'ullari Uyg'ur elining vaziyatini to'g'ri tunib, Xitoy hukumatining Uyg'ur elida muqimlikni ishga oshirishiga shartsiz moslashishini, 3 xil kuchlarga qarshi birga kurash qilishga chaqirilgan. Qarmay shaharlik muqimlikni qo'g'dash rahbarlik guruhi yaqinda uqtirish chiqarib, hijobli ayollar va soqol qo'ygan erlarni barliq ommaviy so'rinlardan cheklagan. Uqtirishda hijobliq, lejak artgan ayollar, soqol qo'ygan erlarning har qanday idora organga, tijorat o'rniga va har qanday ommaviy so'ringa kirish qattiq cheklanganligini bildirgan. Har qaysi o'rinlarning boshqarishni kuchaytirib, qarshilik qilganlarni darhol jamoat xavfsizlik organlariga topshirib berish talab qilingan. Bu tadbir Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti chaqiriq e'lon qilib, Xitoy hukumatini Uyg'urlarning diniy faoliyatlariga qartilgan zo'ravonlikni darhol to'xtatishga chaqirgan mezgilda chiqarilgan. 10-iyul Yevropa Parlamenti Kishilik huquq kengashi Uyg'urlar haqida suhbat yig'ini o'tkazib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini muzokara qildi. Suhbat yig'ini 11-iyul o'tkazilgan 33-navbatli Xitoy Yevropa Kishilik huquq dialogidan bir kun burun ochildi. Suhbat yig'iniga Dünya Uyg'ur Qurultayining Yevropa Parlamenti ishlariga mas'ul vakili Asqarjon, Dünya Uyg'ur Qurultayi ijroiya komiteti raisi Dolqun Aysa apandilar qatnashgan. Ular yana aloqador amaldorlar bilan uchrashib, fikr almashtirgan. Yevropa İttifaqı Tashqi ishlar komiteti va kishilik huquq kengashidagi amaldorlar Sharqi Turkistonda yuz berayotgan voqealarga nihoyat andishi bilan qarayotganligini bildirib, bu qitimqi dialogda Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ydiganligini bildirgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalık xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.